Assalomualaikum obunachilar, yana navbatdagi prinsipimiz sotildi. Bugünkü senengiz 2025-yil 6-aprel kuni topshiryapmiz. Bizlarning manzara so'raydilar. Xorazm viloyati Hazorasp tumani Pitnak o'sha Damas zavodi yonida seximiz. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'ldi, ekranda telefon nomerlarimiz qo'yamiz, murojaat qilaverasiz. Buni razmeriga keladigan bo'lsa 1.40 ga 2.40 bo'ldi. Bo'rtning balandligi 40 sm, reshetkasi 70. Qo'ldan 1.10 bo'ldi. 4 Qoraqalpog'iston 4 kil tumanidanmi? Prinsip ma'qul bo'ldimi, biroq? Juda ma'qul bo'ldi. Vatandaşlar inanmıyor. Bir acı hem nerede gidecekleri hem nerede olacaksa telefonla muhafazalaşkan juda acayip. Qalpoqi elektromontaj hammasini qilib berdikmi? Qalpoqni elektromontajni bu yoqni o'zi qilib berdi. Ko'nglingizdagidek bo'ldimi? Prinsip bo'ldi, juda yaxshi bo'ldi. Necha so'm oldingiz? Bu prinsip bahası 9,5 milyon so'm bo'ldi. Hammasi ichida, Hammasi ichida. İçinde korkak çatıklarda toplarını hem işletmediler. Yakma Tabrikimiz savunma. bor. Keyindan shamol o'tdi. Yaxshi Rahmat, savol inom bor. shu suratgangiz. Yakma savunma. Inom qalin, yana qalin pollar 2,5 cm qalin poldan qilib berdik. Pollar ham qalin bo'ldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 kil tumanidan berdigina. Roman shivillar, traktor presurisollari, amazatlar hamma narsa 15 lik plastikda balonlar, juda ham baquvvat. Evida yana kuzov nomeri, evida bilkasi, yana zanjirlari bilan Zoskoy Parkov, Damas Parkovi zanjirlari bilan yana rossiyskiy zamoklar bilan qilib berdik. Yana qarab, ko'nglingizdagidek bo'lib chiqdimi? Bunlarda bo'ldi. Juda zo'r oldu. Yakma savunma. Asa yo'lingiz bo'lsin, sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda görüşelim. Ebedina zakaslar tayyor Xorazm 2 modda 2 dona birsi. İkisidan 1,5 2,5. Ben Xorazm'a. Hisob tutdi. Murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Ishlar tayyorlab beramiz, baquvvat etib. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, evidan prinsiplar xudo xolasa zakas bilan tayyorlanib turibdi. Şu abone bo'lmaganlar obuna bo'lamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, xudo xolasa shu xalqimizga shunday prinsiplarni yetkazib beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.